Ingliz tilida suhbatlashmoqchi bo'lganingizda kimdir sizga gapirsa, deb o'ylanib qolasizmi? O'sha paytdagi to'xtalib qolishingiz, javob bera olmasligingiz bu sizni ingliz tilingiz yomon, bilmaysiz degani emas. Shunchaki hali miyangiz tayyor javoblarni topa olmayapti degan. Va bugun men sizga aynan shu holatda miyani tezroq ishlata oladigan mashqni ko'rsatib beraman. Lekin avval nima uchun bu holat yuzaga keladi? Ko'pchilik ingliz tilini qanaqa o'rganadi? Tayyor grammatika o'rganadi, so'z yodlaydi, keyin nima qiladi? O'zbekchadan inglizchaga tarjima qiladi. Bular hammasi foydali. Lekin degan joyi bor. Real suhbatda siz suhbatdoshingiz, siz bilan gaplashayotgan odam nima deyishini bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Hi, how are you? desa bilasiz, qanaqa javob berishni bilasiz. U hammasi so'lagandek ketadi. Keyin o'zidan o'zi how was your weekend by the way deb qolsa, bo'ldi. Past simple o'ylashingiz kerak. Sizni o'ylantirib qo'yadigan savol bu. Keyin butun boshli haftangiz, ya'ni dam olish kuningiz desam to'g'riroq bo'ladi. O'sha qanaqa o'tganini gapirib berishga majbur bo'lasiz. Bu esa o'z navbatda tayyor savol, tayyor javob shabloni emas. Mana shu sababdan ham ko'pchiligimiz qotib qolamiz. Nima deyishni o'sha paytda bilmay qolamiz, to'xtalamiz va suhbat notabiiy bo'lishi tabiiy. Xullas, soddroq tushuntiradigan bo'lsam, miyamiz hali bu narsaga o'rganmagan bo'ladi. Spontan vaziyatdan kelib chiqib turib fikrlab javob berishga ko'nikmagan. Chunki bu alohida bir ko'nikmada, bu bilinmas. Ko'nikma esa qanaqa shakllanadi bilasizmi? Albatta, amaliyot orqali, praktika qilganingizdan keyin shakllanadi. Qanaqa mashq qilish kerak deysizmi? Bu bo'yicha keyingi bo'limda gaplashamiz. Miya til o'rganishda ikkita rejimda ishlaydi. Birinchisi eslab qolish. Ya'ni boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsam, input tizimi bo'ladi. Bu asosan kino ko'rish, musiqa eshitish, grammatika o'rganish, so'z yodlash va hokazo. Bitta gap bilan aytadigan bo'lsam, miya ma'lumotni qabul qiladi. Ikkinchisi esa ishlab chiqarish, ya'ni output. Bu yerda siz tez o'ylab, fikrlab, o'sha allaqachon biladigan bilimlaringiz, ko'nikmalar, shu so'z, grammatika qonun-qoidalarini jarayon davomida ishlatish. Endi o'rtoqlar bitta achchiqqina haqiqatni aytayman sizlarga. Uni o'zingiz ham bilasiz, o'zi bitta eslataman. Ko'pchiligimiz shu faqat input qilamizda, ma'lumotni qabul qilamiz. Output umuman bilmaysiz. Bu haqida eshitgan bo'lsangiz ham praktikani P harfiga ham e'tibor bermaysiz. Podkast eshitasizmi? Eshitasiz. Kino ko'rasizmi? Ko'rasiz. So'zlarni yodlaysiz. Nazar, miyangiz ideal sizda zo'r gapirasiz. Lekin hatto kimdir sizga kelib savol berganda mak to'xtalish bo'ladimi yo'qmi? Ya'ni siz ikkinchi rejimga juda kam holatlarda o'tasiz. Biladigan narsalaringizni kimdir savol bergan paytda jarayon davomida gapirib keta olasizmi, Balki bu narsani hech qachon mashq qilmagandirsiz, Yo'qganmisiz? Hozirgina aytgan gaplarimga ozgina bir izoh berib ketmoqchiman. Hozir aytgan gaplarimdan siz praktika qilmaysiz. Nima bu o'qish demoqchi emasman. Siz shunchaki inputni outputdan ko'proq bilasiz. Output sizda 20% bo'lsa, mana 20% bo'lsa, input bo'lsa 80%. Balans umuman yo'qolib ketgan. Men bu narsani o'quvchilarimda juda ko'p guvoh bo'laman, bilaman, tajribada o'tgan. Shu sababdan ham katta ehtimol sizda shunaqadir deb aytmoqchiman. Shu sababdan biz buni balansini tiklashimiz kerak. Input qanday bo'lsa, output kerak bo'lsa, undan ham ko'proq bo'lishi kerak demoqchiman. Ko'pchiligimizda afsuski buni teskarisi bo'ladi. Input kam, output ko'p. Biz bilamiz va bilganlarimiz xuddiki amaliyotda ham xuddi bilganimizdek chiqadi deb o'ylaymiz va bu noto'g'riligini aytmoqchiman. Tushundingizmi? Sal avvalroq spontaneous, ya'ni darhol vaziyatdan kelib chiqib turib sizga savol berilgan bo'lsa, shundan javob berish alohida ko'nikmaligini 1985-yilda Meryl Swain degan tadqiqotchi ham isbotlab ketgan. O'rtoqlar, bu ko'nikmani rivojlantirib keyingi darajaga olib chiqish eng zo'r yo'li nima? Aytaymi? Aytmayman. Hazırlashdim. Miyani doimiy tarzda kutilmagan savollarga to'ldirib javob berishga undash. Sizda javob yo'q, tayyor javob yo'q. Siz umuman o'ylamagan, hayolingizga bir tezda kelmagan savollarni o'ziga berasiz. O'sha paytda miya dovdiraydi. Nima qilishni bilmay qoladi. O'sha paytda vaziyatdan kelib javob berishingiz kerak bo'ladi. O'shanda bu ko'nikma agar sizda yo'q bo'lsa paydo bo'ladi, agar allaqachon bor bo'lsa shakllanadi. Amaliy mashq. Xullas o'rtoqlar, bu mashq qoidasi oddiy. Atrofingizga qarang. Nimalarni ko'ryapsiz? O'sha ko'zingiz tushgan narsaga qarab turib, ingliz tilida savol berishga harakat qiling. To'ppa-to'g'ri bo'lishi ham shart emas. O'zingiz bilgancha savol bering va hech ham o'ylamang, to'xtalmang. Ani so'zi tarjimasi qanaqa bo'ladi, nima deyapman? Umuman o'ylamasdan darhol javob berishga harakat qiling.
hozir men amalda ko'rsataman. Birinchi navbatda oson mavzulardan boshlaymiz. Masalan, present simple do doesdan boshlaymiz. Uchinchi shaxs birliklarga do does ishlataverasiz. Masalan, does this laptop look nice? Yes, it does. It's, I think, expensive. It's grey. It's a MacBook. And I like it. But I don't have it. It's not mine. Another one. Is this lamp big? Yes, it is. And we need this when we are shooting a video. Mana hayotiy, mana jaydari misollar. Qiyin so'zlar ishlatganim yo'q. Katta ehtimol gaplarimni 90% balki undan ham yuqoriroq foizda tushungandirsiz. Endi shu narsani siz hozirroq sinab ko'ring. Atrofingizda nimalar bor? Qarang. Juda uzoqqa ham qarash shart emas. O'z o'tirgan joyingizga qarang. Telefoningizda mana videoni ko'ryapsiz hozir, to'g'rimi? Telefoningiz rangi qanaqa? Telefoningiz qimmatmi yo arzonmi? Qanaqa modelda telefoningiz? O'shani o'zingiz savol beringda, o'shani hozir izohga yozing. O'yil chiqarib ayting. Uyatib bo'ldingizmi, sanlarroqqa qarang, uzoqroq joyga qarang. Savol bering. Uchinchi shaxs birlikka das, esingizda qoldi. O'zingizga savol bersangiz yoki siz, u, ular desiz, do qo'yasiz. Do you like football? Yes, I do. I like football. I love it. I really love football. I play it very often. Deb keyin bosib gapiraverasiz. Ovoz chiqarib gapirsangiz nur ustiga nur. Deb uyaladigan bo'lsangiz, mayli. Hayolingizda bo'lsa ham ayting. Asosiysi gapirish. Kutilmagan joydan savol berish, kutilmagan joydan sirrazi javob berib ketishingiz kerak bo'ladi. O'shanisi muhim. Endi mana kundalik hayotimizda kerak bo'ladigan zamonlarni men yengilroq tushuntirib ketaman. Hozirgi zamonda present simple gaplashdik. Endi o'tgan zamonga o'tamiz. Savol berayotganingizda asosan diddan foydalanasiz. Agar so'roq so'zlar bo'lsa, WH bilan boshlanadigan so'roq so'zlar bor. What, when, which, how degan so'roq so'zlarni qo'yib ham bersangiz bo'ladi. Did ishlatganingizdan keyin fe'lli ikkinchi shaklini ishlatmang. Id qo'shilgan shakllari kerak emas. No need, all right? Masalan, did I wake up early today or late? I think I woke up early today at about 6:30, and then I washed my face, brushed my teeth, had my breakfast. Asosiysi savollar kutilmagan bo'lsin va javoblar ham keng bo'lsin. Ikki og'iz gap bilan qisqa qilib javob berib qo'ymang. To'g'rimi? Davom etamiz. To be am is are bilan. Bu yerda hech qanaqa ish harakat ishlatmasligingiz kerak. To be asosan ish harakatni bildirmaydi u, umuman bildirmaydi. Xo'p, esingizdan chiqib qolmasin. U asosan holatni, bu kim ismini, yoshini, millatini, qayerdanligi haqida o'sha savol berayotganda asosan to be dan foydalanaverasiz. Masalan, is it cold outside or hot? Today is a lot hotter than yesterday. Today it's a very sunny day. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. Yana yengil hazm bo'ladigan mavzulardan bittasi bu albatta can. Qobiliyatlaringiz haqida gapirganingizda ishlatasiz. To be dan ham osonda, chunki hamma shaxslarga can ishlatasiz. Qila oladimi deb turib savol bering. Bundan keyin javobni ham boyatgandek patr-putr ko'p qilib aytib tashlang. Qanaqa qilib bo'ladi desiz, men sizga hozir misol beraman. Masalan, can you speak English? Deb sizga kimdir savol berdi, o'sha payt nima deysiz? Yes, I can speak a little bit of English, but I am not fluent, but I can speak Russian very well. I cannot speak Korean, but I want to go to Korea. I think next year I will learn Korean. Demak, bilib turganingizdek, keyingi grammatik mavzu bu will. Kelasi zamonda ishlatiladigan o'sha mavzulardan biri. Bu asosan hozir qilingan qarorlarga yoki o'z umumiy ma'noda kelajak uchun ishlatsangiz bo'laveradi. Masalan, ertaga siz nima qilmoqchisiz deb kimdir savol berdi sizga. What will you do tomorrow deb kimdir sizga savol berdi. Tasavvur qiling. Kimdir kutib o'tirmang, menga kim qachon praktika qilishim savol berar ekan demasdan, o'zingizga savol bering. Hayolingizda bo'lsa ham savol berasiz, keyin javob berasiz. I think I will go to my English course. I will not do homework. Yes, like always. No?
Xullas shunaqa. Shablon o'sha. Hammasiga ketma-ket degan mana shunaqa savollarni berasiz, zamoniga, vaziyatiga qarab turib, keyin javoblarni ko'paytirib berishga harakat qiling. Asosiysi tabiiylik, asosiysi qo'rquv bo'lmasin, umuman qo'rqmasdan xato qilib gapiring. Netivlarni o'zi hamchi hecham to'g'ri gap. O'zimizcha o'zbek tilida to'g'ri gapiramizmi? O'zbek tilida ham grammatikacha birib qo'ygan joyimiz bor-da. Ba'zi paytlar umuman grammatikaga e'tibor bermaymiz. Xato qilib gapiramiz. Lekin siz tushunasizmi? Tushunamiz. Men tushunaman, siz tushunaman. O'shanaqa qilib ingliz tilida ham siz gapiravering. Asosiysi o'sha o'zingizga bo'lgan qo'pollik, duxingiz ko'p bo'lgandan keyin jarayon davomida o'z xatolarni sekin to'g'rilab ketaverasiz. Asosiysi harakat, asosiysi praktika. Xulosa. Ko'rdingizmi? Ingliz tilchi siz o'ylaganchalik qo'rqinchli emas. Eplasa bo'ladigan narsani mana hozir qilsa bo'ladigan narsa ekan. Men qo'rqib o'tiraman. Shuncha grammatika qoidalari, so'ziyotlar, antifrazalarni o'rganib, speaking qilmasdan yurgan ekanman. Men praktikani qani bir sinab ko'raychi. Haqiqatda balkim ishlar degan narsa o'tyaptimi hayolingizdan? O'tayotgan bo'lsa, o'tdi deb yozib qo'ying. Bu amaliyotda eng ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan nuqta tabiiylik va jarayon davomida o'ylamasdan, shoshilmasdan, shosha-pisha odamlar qilib qoladi-da, gapiraman degan paytda so'zi esdan chiqib qoladi, fikrlari qochib ketib qoladi-da, o'shaning shoshilmang. Bu degani o'tirib olib, o'ylab, gapini yaxshilashim kerak deb o'ylanib ham qolmang. Jarayon davomida ideya, fikr keldimi, gapiring. Xato ketyaptimi, o'sha joyda to'xtab, mana nima bo'lardi, Google kirib to'g'ri qilib, keyin qayta yana gapirmang. Bu notabiiy. O'shaning uchun savol berasiz o'zingizga, atrofingizga qaraysiz. Har xil zamonlar, eng kundalik hayotda ko'p ishlatiladigan zamonlarni gaplashdik. Simple, past simple, ana zamonlar bor, perfectly. Shart emas. Suhbat davomida ishlatiladi-ku, lekin hozirgi paytda siz mana shu mashqni tushunib, yaxshiroq o'rganib olib, amalda mana ishlatishni boshladim, bilib oldim degan paytingizgacha shu o'rgangan strukturalarimiz yetadi sizga. Siz buni boshlab olish uchun 3 kun qiling, men sizga 1 oy qiling demayman. Boshlab olish uchun mana men bugun qanaqa kun? Bugun shanba. Yakshanba mayli, dam olaman demasdan ertadan boshlab, o'tiribsiz, vaqt ajratdingiz, o'tirasiz, shunchaki o'tirasiz, hayratchoq bo'lasiz, gapirasiz. Savol berasiz. Ikkita present simple dan savol bering. Bitta kechagi kuningizni o'ylang, past simple ga o'tasiz keyin. Future ga borasan, dushanba kuni hafta davomida nimalar qilayotganingiz. O'tirib 10 minut, 15 minut ovoz chiqarib praktika qiling. Bo'ldi, galочка bo'ldi. Zo'r. Endi ertasi kuni, dushanba kuni keladi. Xuddi o'sha mashqni yana qaytaring. Hozirgi zamonda, o'tgan zamonda, kelasi zamonda keyin kodlarni aralashtirib, yana qilib gapiring. 3-kuni ham gapirasiz bo'ldi. 3 kun qildingiz. Malades. Zo'r, va'dangiz yuzdan chiqdingiz. Endi bo'lsa, mayli, orada 1 kun dam oling, xohlasangiz. 3 kun qildim-ku, mayli, 1 kun dam oling degandek dam oling. Okay, ruxsat sizga. Undan keyin qaytingda 3 kun emas, 1 hafta qiling. 1 hafta tizimli ravishda har kuni 10 minutdan, 15 minutdan xalqlarni bugun gaplashgan grammatikalarimizga asoslanib turib praktika qiling. Kerak joylarni ozgina not tekin qolsangiz bo'ladi, xohlasangiz agar. Yaxshi o'qimoqchi bo'lsangiz. Undan keyin bo'ldi, 1 hafta qildingiz. O'zingiz qilib maqtaysiz. O'zingiz erkalang, kerak bo'lsa nimadir olib bering. Malades, sen o'zing ustingda ishlayapsan, gap yo'q deb o'zingiz qilmasangiz kim maqtaydi? Men borman-da maqtaydigan. Menda o'sha. Bosing. 1 hafta qilib bo'lasizmi? O'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortda, duxingiz zo'rmi? Bosasiz. Men qo'limdan kelar ekan. Mana 3 kun, 1 hafta 10 kun qilib qo'ydim. Endi 1 oy qilaman deysiz. 1 oy intizom bilan qilasiz. Ana endi o'zingizga o'zgarishlarni ko'rishni boshlaysiz. 1 oydan keyin gaplashaman-da siz bilan. Xullas, o'rtoqlar, men aytayotgan gaplar bu balandparvoz gaplar emas. Haqiqatdan bunda o'ylab ko'ring, o'zingiz ham qilsa bo'ladigan narsami? Ha. Soatlab vaqt ketadimi? Yo'q. Yo'l-yo'lga ketayotgan paytda o'zingiz ichingizda bo'lsa ham qilib ketsangiz bo'ladi. Amaliy mashq qilish juda ham muhim. Siz shularni bitta amalda sinab ko'rasiz, jarayon 1 oyda emas, 2 haftaning ichida ham kerak bo'lsa, o'zingizga o'zgarishlarni ko'rasiz. Keyin mana shu videoga qaytib kelasiz, Mr. Mike, men menimcha vaqt qildim, o'zimda bunaqa o'zgarishlar bo'lyapti. Albatta keling shu videoga. Shuni watch laterga qo'yib qo'ying-da, keyin qanchadir payt topolmay qolmasangiz shunda, keyin keling izohga yozingki, men qildim shu narsani deng. Keyinchalik ko'radigan tomoshabinlarimiz uchun ham foydali va haqiqatan ishlayotgan, mana sinab ko'rganlar bor ekan deydi. Ishonmaydigan qushlar ham yo'q emas-da orada. O'shanga o'shunaqa o'quvchilar uchun bir isbot bo'ladi.
motivatsiya bo'ladi. Ular ham keyin o'z ustida ishlaydi. Qadrli do'stlar, YouTube'da maksimal haftasiga bir marta video chiqadigan bo'lsa, Telegram kanalimizda har kuni ingliz tili va uni madaniyatiga oid bo'lgan kontentlar, postlar va amaliy mashg'ulotlar ham tajab boriladi. Shunday bir foydali kanalda o'tkazib yuborsiz. Uyat bo'ladi-ku. O'shaning uchun video tavsifidagi havola orqali o'tib qo'shilib olish esdan chiqmasin. Agar bu aytganlarim yetarli bo'lmasa, yana bitta qiziq ma'lumot bor. Bizda har hafta mutlaqo bepul jonli darslar ham bo'lib boradi. Dars bo'lishidan bir necha kun avval mana shu teacherdan shunday mavzuda mahorat darsi bo'lib o'tadi degan post chiqadi. Shu sababdan Telegram kanalimizga ham qo'shilib oling. Video tavsifi havola. Afsus va nadomatlar bo'lsinki, bugungi videomiz ham o'z yakunini topmoqda. Siz esa videoga like bosing, izoh yozing, yana kimlar uchun foydali deb o'ylaysiz, ularga ham jo'natib qo'ying. Keyingi videoda ko'rishguncha.